Assalomu alaykum hurmatli matematiklar. Demak, sizlar bilan milliy sertifikat va DTMda tushadigan mana shunda ko'pchilik vaqtni abituriyentlarimiz ko'p vaqtini sarflab yuboradigan savollarni yechimlari bilan ko'rib o'tamiz. Demak, dastlab savolimiz quyidagi ko'rinishda bo'lishligi mumkin. Bu savolni ishlashimizda ko'pchilik qiladigan xato surat va butun qismni suratimiz yetmay qolgani uchun ayirishligimizda noto'g'ri kasrga aylantirib so'ngra ayirishlik. Bunda bizni ko'p vaqtimiz sarflangani uchun buni osonroq, vaqtni kam oladigan usulni ko'rib o'tamiz. Demak, butundan qarz olishligimiz mumkin. 2026 butundan bitta qarz oladigan bo'lsak, bizda qoladi 2025 butun va qarzimiz har doimgidek 10 ta qarz emas, suratga maxraj qo'shib olingach, ya'ni maxrajcha qarz olib beriladi. Surat va maxrajimizning yig'indisi bizda beradi 4048 ni. Demak, 2025 ga 2023 ni qo'shadigan bo'lsak, 4048, maxrajimiz esa o'zgarmasdan qoladi. 2025 ligicha. Ikkinchi kasrni o'z holicha ko'chirib olamiz. 2021 butun 2025 dan 2024. Demak, bizda bu kasrimizning javobi bo'ladi. Butundan butunni ayirib qo'yamiz. 2025 dan 2021 ni ayiradigan bo'lsak 4 butun, maxraj o'zgarmasdan 2025 dan va suratlarni ayiradigan bo'lsak bizda javobimiz 2024 chiqadi. Demak, quyidagicha. Butundan butunni va suratlarimizni ayirishda endi muammo bo'lmaydi. Vaqtimiz kam sarflangan holatda javobini topishimiz mumkin. Quyidagi misollarimizda ham vaqt ko'p sarflamasdan oson mana shu usulda hisoblab o'tishimiz mumkin. Demak, quyidagi misol. 183 dan bitta qarz oladigan bo'lsak, 182 butun, maxrajimiz 47 va surat va maxrajning yig'indisini suratga yozamiz. Shunda 47 plus 20 miz bizda 67 bo'ldi. Minusdan 60 butun, 47 dan 32. Demak, 182 dan 60 butunni ayiradigan bo'lsak, bizda 122 butun, maxraj o'zgarishsiz 47 dan, suratlarni ayirmasi esa bizda beradi 35 ni. Quyidagicha ishlashimiz mumkin ekan. Quyidagi savolimiz ham xuddi mana shu ko'rinishda. Buni hisoblash uchun ham 415 dan bitta qarz oladigan bo'lsak, 414 butun va surat va maxrajni yig'indisini hisoblashimiz kerak. 320 ga 41 ni qo'shsak 361, maxrajimizda esa o'zgarishsiz 320 turaveradi. Ayrilgan 202 butun 320 dan 201. Endi bularni ayirib qo'yadigan bo'lsak, butundan butunni ayiramiz. 212 butun 320 dan. Demak, ayiradigan bo'lsak 212 butun, maxrajimiz o'zgarishsiz 320 dan, 361 dan 201 ni ayiradigan bo'lsak 160 va 160 sonimiz bilan 320 ni qisqartirib 212 butun 1 taqsim 2 ko'rinishda ham yozishligimiz mumkin. Ana endi bizda quyidagicha. Agar bizda suratimiz mavjud bo'lmasa, ya'ni suratda hech qanaqa son kelmagan holatlarda unda qanaqa ayirishligimiz mumkin desak, xuddi shu holatda qarz olib berishligimiz mumkin. 225 dan bitta qarz oladigan bo'lsak, 224 butun, maxrajimiz 209. Suratimizda son yo'qligi uchun biz matematiklar bilamiz, yo'q, bizda 0 ga teng. 0 ga 209 ni qo'shadigan bo'lsak, javobimiz 209. Minusdan 1900 butun 209 dan 104 va bizda javobimiz bo'ladi. Butunlarni ayiradigan bo'lsak, 2024 dan 1900 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 124 butun, maxrajimiz o'zgarishsiz 209 dan va 209 dan 104 ni ayirmasi bizda 105 hosil bo'lar ekan. Shu holatda javobimizni topishligimiz mumkin. Quyidagi misolni ham xuddi shu ko'rinishda hisoblab olsak bo'ladi. Demak, 95 dan qarz oladigan bo'lsak, bitta qarzimiz bizda 94 va qarz har safar maxrajcha olinadi.
33 dan 33 ayrilgan 81 butun ikkinchi kasrni o'z holicha. Demak, 94 dan 81 ni ayiradigan bo'lsak bizda 13 butun 33 dan va 33 dan 20 ning ayirmasi bizda 13 bo'ladi. Mana shu holatda javobini topishimiz mumkin. Quyidagi kasrimiz ham xuddi shu holatda. Demak, 148 dan bitta qarz oladigan bo'lsak, 147 butun qarz mahraj javob beriladi. 45 dan 45 minusdan 73 butun 45 dan 13 va bularning ayirmasi butundan butunni ayiramiz. 147 dan 70 ni ayiradigan bo'lsak bizda 74 butun. Mahraj o'zgarishsiz qoladi. Mahrajimizni o'zini yozamiz. 45 dan va so'ratlarimizni ayirib qo'yadigan bo'lsak bizda 32 hosil bo'ladi. Quyidagi holatda bizda so'ratimiz mavjud bo'lmagan holatlarda ham butundan bitta qarz berib ayirishlik holatini ko'rib o'tdik. Ana endi sizga quyidagi misollar tushunarli bo'lgan bo'lsa, vaqtni kam sarflagan holatda mana shu misollarimizni ishlab javoblaringizni izohlarda qoldirishingizni so'rab qolamiz.